O'rtoqlar, bugun sizlar bilan dizaynerlik bir kuni degan mavzuda rolik tayyorlayapmiz. O'rtoqlar, bugun sizlar bilan dizaynerlik bir kuni degan mavzuda rolik tayyorlayapmiz. Mana bugun ishimiz avtorsk nadzordan boshlandi. Ketayotgan manzilimiz, hozir borgan aytaman, Yunusobod tumani Zid mahallasida nima ish qilishimizdan yaxshilab tanishib chiqamiz. Ketdik. Juda ham ko'pchilik so'rashadi, nimaga ofisda o'tirmaysiz? Har doim kelsak ofisingizda yo'q bo'ladi deyishadi. Mana bugun o'sha narsani sizlarga ko'rsatib bermoqchiman. Kunimiz soatlar bo'yicha yozilgan, hammasini vaqt soati bor. Har bitta uchrashuvimiz, har bitta obyektga borishimiz vaqtlari oldindan belgilangan, yozilgan. O'shaning uchun ofisda o'tirish juda ham kamroq bo'ladi. Buni bitta ko'rib chiqamiz bugun. Mana birinchi obyektimizga yetib keldik. Bu obyektimizda qiladigan ishimiz birinchi devorlarga rang tanlab berish va qilingan ishlarni kачествосini tekshirish. Assalomu alaykum. Biz hozir mana ikkinchi obyektdamiz. Bu Yunusobodda joylashgan Sezam restoranining yozgi terrasasi M Design Group tomonidan dizayn qilingan va ta'mirdan chiqarildi. Assalomu alaykum. Hozir biz Sezam restoranining ikkinchi etajdamiz. Ikkinchi etaj mana xuddi shu holatda. Buni M Design Group kompaniyasi tomonidan yangi dizayn qilganmiz. Xudo xohlasa ta'mir boshlanadi. Kuzatib boramiz. Mani ishim mana shunaqa, yuraveraman aylanib, u yoqqa borib, bu yoqqa borib, ovqatlanib, tomosha qilib. Hozir biz M Design Group tomonidan qilingan yana bir obyektimizga mramor tanlagani keldik. Mana bu do'konga. Bizni asosiy va har doimgi partnyorlarimizdan bittasi. Abed akanatika bilan o'rdak go'shi. Bugungi oxirgi obyektimiz bu Toshkent Cityda joylashgan Dorado Seafood restorani. Ketdik ko'ramiz. Bugungi plan qilingan mualliflik nazorati ishlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endigi navbatdagi ishimiz bu ofisga borib o'zimiz planirovka ishlari bilan shug'ullanamiz va xodimlarimizni bugungi qilgan ishlaridan yaxshilab tanishib chiqamiz.